Assalomu alaykum. Bugun hiragana alifbosining xa qatoridagi harflarni o'rganamiz. Xagyo. Xa qatorida 3 ta harf bor. Xa, shu, xyo harflari. Xa, shu, xyo. E'tibor bering. Bu harflar hi harfi bilan kichkina ya, yu, yo harflaridan tashkil topgan. Bu harflar bilan alohida tanishib chiqamiz. Birinchi harf xa harfi. Xa harfi hi harfi bilan kichkina ya harfidan tashkil topgan. Xa. Keyingi harf shu harfi. Shu harfi hi harfi bilan kichkina yu harfidan tashkil topgan. Shu. Keyingi harf sho harfi. Sho harfi hi harfi bilan kichkina yo harfidan iborat. Sho. Endi shu harflar ishtirok etgan so'zlar bilan mashq qilamiz. Bu so'z nima deb o'qiladi? Hyakuen. Hyakuen. 100 yenlik tanga. Hyoka. Hyoka. Baholash. Hyakuman. Hyakuman. 1 million. Hyakkaten. Hyakkaten. Univermak. Hyojo. Hyojo. Yuz ifodasi. Hyu-hyu. Hyu-hyu. Kuchli shamol ovozi. Shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.